Qaysanlarning erining manda kallasi ishlaydi demay, ichidikini teshig'a akirib nimish qilyotdimi bola? O'ynatamdi, yana bugun qara qo'yinglar. Oy tova. Qodiganni manda tozalasanlar 5 minutda tozalab o'tsakan-ku, o'ylaramlarning qollarini. Qanda avalinglar do'stlar, yaxshimi? Men taranch kelim yasardan hammanglarga o'ttiq salomlar bo'lsin. Voy jinim gazchi aka, voy be qo'llaringizga suyab qo'yay. Necha kundan yaqsiz kelmay, men talada tamoq etib, to'nlab qolay deb qoldim. Sizni seg'inib, moy yuraklarimga o't ketdi. Voy kapsizga be oldingizga chiqay deb gazchi akam bilan shunda hashamatlik, hayvatli ko'rishyaptim juma ballar. 4 kun jang so'qatda talada tamoq etib chidivetday ma taranch kelinay ballar. Bu 4 kun jarayonida muni avaraymi men bilan qirishib lap qonlarini to'kivetdi. Sen yamanmi, men bu qadın qo'qmay talada 4 kun odala tamoq etgan gapda. Voy, ish qilib bu gaz kelib har holda ballar mening bir eng cho'ng boshqa tinchligimni qutuldirib oldi. Mushu hayajonimda ballarimga eng fayz tamoqlarimni o'z yaxshi ko'rgan tamoqlarimni bir itib beraychi deb butun vujudim bilan tamoq etishga kirishib ketdim-da. Bugungi matamqim o'xshamabdimi bir oxirgi ko'rib ma filmni ancha-muncha ko'ngilsizliklarni yezib, mendaq baholaringlarni berib qo'yinglar juma. Uning ustiga hozir men vlogni kichik nomerimda chiqaryapman. Shu meni qo'shib olmasanglar topolmay qolsizlar juma qizlar qo'shib olinglar. Men sizlarni bir kulki do'ranglar. Qizlar qiziqarli ishlarni qilib, falokatli ishlarimni so'zlab berib 3 oylarni uzdirib qo'ymay zerikib qolsanglar, kino ko'rgandek mening bosh bitimni besibli vloglarimni ko'rsanglar bir xil qo'shib qolsizlar qizlar. Voy tova, mendam qiziqchi kelinlar vaka deb qolsizlar. Ammo men mush uyda bo'lsam, qiynapam bilan qiynatim eng xo'shib ketibdi. Nemish qolsanglar jiqqa qildigan odam bo'ldi deb. Opam bilan dadam ikkisi birdan-biriga qarab baqidi, gap qilib baqidi, onamning telefonini ilib o'yinlarni ko'rib baqidi. Men shundal uyga keldim, ma bo'ldi, uyning ichi bazalib ketdi. Mendek jiqqa qildigan odam yo'qdi ma uyda. Ba'zi vaqtlarda nashtada choy ichib o'tirib baqo 8-9 bo'lib ketdi. Ay mo'ngdishib o'tirib, paranglashib o'tirib deb vula degan degan kuldirib sarang qilib etmayman. Ba'zi vaqtlarda opamlarning mijozi yo'q degan bugun faqat mijozim yo'q desa, men parang silib o'tirib soqaytib o'taman da bularni. Shunga qizlar qo'shib olinglar meni. Ma'naviy ozuqqa men ashtaq payzib gaplarni qilyapsizlar-ku. Kayfiyatinglar nachar o'zi yaxshilab degandek o'ngishib o'taman. Ey bolalar, meni qo'shib olinglar. Bu odamni e'lon tugdi tamoq etaylik. Buga aytmoqchi bo'lgan tamoqimiz men yolg'on isib degan tamoqkanda, mollaqlar ekan, pokil tashlaymiz ekan, dubduglak bo'lib bir tamoq olib chiqdi ekanda bu. Apa bu tamoqlarni qanday payzingizlar o'rganib oldingiz? Nimanda payz tamoqlar bu desam, voy bolam bu tamoq baki ishik tamoq dedi. Oldida bir yozdik vlogimda bag'u deyman mush tamoq. Ashning miyoqiga bu tamoqni etib boqmabdiq-ku. Bir damdan ichida mana qish kelib bu tamoqni hamda etishimizda esa oldida bir qitim buni qanday qilibdimi desanglar kulkilik bir ish. Oldin qitim to'g'aga vaqtida men qiyim qilish mashinasi to'g'amasdan çaydodu to'g'rabdim ekanda. Shunga bo'yliq yo'g'on bo'lib qolg'ashqa, bu hergiz duglak pishmoqdi yo'q. Mo'j ajrab qiymalari tasqagan to'g'liq pola yegandek yegancha biz oldin qitimda. Shunga buni qiyma qilish mashinasida o'sha qiyamda qilib etgandan keyin, andan keyin duglasanglar herhalde duglak bo'ldi ekan. Bo'lmasa ajrab men rasmiy pola yegandek yegan shu chaqda. Ma'nasini to'qini men sundirib etgan ballar tutquchini. Shunga buni shu cho'qim apam menga oshqizdi. Aka meni o'zing sundagan narsa deb. Pichoqlarni ochmay, qo'shiqlarning kayni bilan ochmay qaranglar. O'zi yem bo'g'ashqa shu cho'qim asla inchik narsa bilan olmasa qo'l bilan oshqin bo'lmaydi. Bunda chaqqan narsarim haddi hisobsiz meniki. Shundal bir narsa chiqayotgan kunim oberni superal deydi. Voh, hiliga oberniki xeliyan tozasam o'xsha chaqayvermayman. Qo'lim degan qonliq desa meniki deblam. Poyitib qo'ymanda chaqqanga faxrlanib ketirgan yalrim bor texe. Xijil bo'lish degan narsa yo'q-da. Qanday qilmasam de, qo'limiz qonliq bo'lgandan hamda uning amal yo'q. Ba'zi vaqtda to'layman texe. Qaysi kunil 10 chin to'ladim texe. Ishkopni o'rib o'tib, ish qilib ashta qilmish taranchilarning oilasiga qiziqchiligim bilan petib ketib borman. Ammo sal munda qappig'im yomon, xuyum baliq kelin bo'lgan bo'lsam, manda ayiblarimiz bilan patalamdi qay ballar. Sizlar bilan mo'ngdishib o'tirib, lama tamoqning qanday pishib ketganligini bilmayli qopdimi juma bugun. Birdamdan ichida mana saylan to'g'rab tayyor qilib oldim. Ma bir narsa pishib bo'lgandan keyin men mollaq, duglak bu pishib bo'lgandan keyin, anken buni ilib etib say qo'raymiz ekanda. Say qo'rish orliqda opam yana aytgan joy qilamiz deydi. Ros bu tomoqni aytgan joyimiz faqat yegunmaydi ekanda. Shunlar men bir chetdan ko'rdi aytgan joy qayntay bo'pti, gaz olgandan keyin qilaylilar deb ikki taraflab ichib olgan gap. Opam moyoqdan say qo'rib o'tirdi, men moyoqdan choy qaynatyapman. Ashta qilib birdamning ichida qiynani bilan kelin bir yakasi hal olmaydigan nima shu degandek mana hal olmaydigan ishlarni hal qilib, opam saylarini qo'rib tayyor qilib duglak molla qatori tamoqlarimizni tayyor qilib etdik. Men bo'lsam yerda atgan choy ichib ketdim-da. Mao ayrimxonda jiq do'stlarimiz atgan choyning vlogini chiqarib bersangiz deb. Shuna bilan qiynapamga opa, "Ma bizni atgan choy itib chiqarib bering" debdi. Meni taranchilar atgan choy itib chiqarib bering bizga, biz o'g'in olayli deb desam, "Vi sizdan atgan choy itishni o'gindig'imiz ular tuzgan bo'lib ketmamdi" deydi. Men haqiqatan vahshiy tuzgan etmay atgan choyni qaranglar. Yo'qmisa tuzaq qaynatmayli ko'p qilib etib olaman. Yo'qmisa rangdan yoki tuzdan chataq chiqibdi. Shu mendan o'rganmanglar atgan choy itishni qiynapamdan o'gininglar. Qiynapam muqim bir kun sizlarga atgan choy itishni o'tib qo'ysin.
Meni qo'shuvlanglar shu chaqda chiqarib beramiz juma do'stlar bir kuni. Mana ma chayni qaynatdik. Buni birdamli qaynatib, opam bek uzoq qaynatdi. Men ayliq ochiq ketib qolamki deb unchoq uzoq qaynatmaylam. Oldirango bo'lgandan keyin sutni valaqit quyib qo'ydim. Bugungi aytgan chiyimda tuzdingo chataq chiqmabdi. Lekin men aytgan chayning rangi qaranglar. Voy yunda deb opam men tillab ketdi. Nima bu deb. Shuning bilan seni qo'rib olgandan keyin men aytgan chayning ustida o'zim o'ngshab berma birdam turib turing dedi. Ha bo'ladi men o tugilak tamoqimizni tavoq qo'sini tizib olay deb ularni bir aqir tizib etgandan keyin jozdan tayyoq qilg'ashtirdim. Bu yerda jozdan tayyoq qilib tizg'icha qizimning qiqitbog'ini qaranglar. Bu qizimga men qattiq kerak emas. Sizni kim tuqqan desiz, momam tuqqanli deydi. Momi bilan buvisi bo'lsa bo'ldi-da. Masalan, favqulodda bir yelak berish bo'lib qolsa-mu, bir yerga boramsa, opa deydigan ishlar yo'q. Momisi bir yerga menib qolsa, meni opera moma deydi-da. Men bilan faqat chatib qo'yib. Oshta qilib hozir men film keskicha mashqasini qiqitbog'ini qiliqlarini endi ko'ribdim men. Shunda qilib oxirlashmaydigan sorun yo'q degandek, bugun vlogimizning mishada oxirlashadigan oldida turyapti do'stlar. Qolmasdan meni qo'shuvlanglar, yuraklarni berib, anankin ko'ngil so'zlaringlarni yozib qo'yinglar. Filmimni yaxshi ko'rgan do'stlarimiz, Shixon deb xat yozib qo'ysanglar bo'ladi do'stlar. Faqat davlat tilida xat yozmay qolgan do'stlarimiz bo'lsa, kunlarni yo'llab qo'yinglar. Ish qilib amal bo'lsa, xat yozib, men yurak so'zlaringlarni qoldirib qo'yishinglar uchun qalbimni umid qilmay pinglinchida. Juma, ko'rishaylik, xayr xo'sh, omon bo'linglar.